Assalomu alaykum band obunachilar. Mana bugun Go'ji bog'idan yana video boshladik. Shoshilinch. Mana Go'ji ko'chalarimiz sotishda ham oxirlashib qoldi. Mana o'zi kurtaylar chiqarib boshladi. Shuta mart oyidan juda bir animal issiq ketdi bu. Hozirda mana yerdan kovla olib qo'yganlarimizda imkoni bor. Mana yerda qoladiganlarni imkoni yo'q endi olishdi, kovla olishdi. Bir kunda yana ham barglar katta bo'lar, keyin bo'lmaydi-da bu. Bular boshqa daraxtlarga nisbatan tez uyg'onadi-da. O'sha uchun shoshilingizlar, kimga Go'ji nihollari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi kurtaklab boshladi. Mana bular ham kurtak chiqarib boshlagan. Kurtaklab kelyapti-da. O'sha uchun ko'cha chiqarishlarimizni to'xtatishga to'g'ri kelyapti. Paka upakovka qilib qo'yganlarimiz bor, shoshilingizlar. Ulgurib qolingizlar, kimga kerak bo'lsa. Kimga ulgura olmasa, keyingi yilga taxlab beramiz. Buni 1 yil kechigadiganni mayli, kimga nasib qilgan bo'lsa. Mayli. Sog' salomat bo'lingizlar. Kim ekib qolgan bo'lsa, Alloh barakasini bersin. Rivojlantiringizlar.